Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bugündeki oktyabrdan boshlab 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq joriy etilishi haqidagi xabarlar nimani anglatadi? Kimlarga tegishli? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar bemalol yurishi mumkin? Bu mavzu oddiy gap emas. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha pensionerining pensiya kartasi bank amaliyoti, hujjat topshirishi yoki davlat xizmatidan foydalanishiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki 6 yoshdan oshgan tanishlaringizga yuboring. Men bu mavzuni shov-shuv uchun emas, amaliy jihatdan tushuntiraman. Chunki ko'p odamlar taqiq degan so'zni eshitishi bilan darrov pensiya to'xtaydi. Bank kartasi yopiladi. Ko'chaga chiqish mumkin bo'lmaydi yoki davlat idorasiga kiritmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday xabarlarni har doim huquqiy mazmuni, qaysi soha haqida gap ketayotgani, qaysi hujjat bilan tasdiqlangani va amalda qanday ishlashi bo'yicha tekshirish kerak. Men sizga aynan shu narsani sodda tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Avval qanday edi ilgari ko'p xizmatlarda, ayniqsa bank, pensiya, notarial harakatlar, davlat xizmatlari, subsidiyalar yoki kompensatsiyalar bilan bog'liq pensioner shaxsan kelib, pasport yoki ID karta ko'rsatib, ariza yozib, imzo qo'yib ishini bitirardi. Ayrim hollarda yaqin qarindoshi yordam berardi. Ayrim hollarda ishonch talab qilinardi. Ko'pchilik pensionerlar pensiya pullarini plastik karta orqali oladi. Ba'zilari naqd pul shaklida oladi. Ayrimlari esa farzandining kartasi yoki ishonchnoma orqali boshqaradi. Endi nima o'zgardi? Bugündeki oktyabr sanasi atrofida tarqalgan xabarlarning asosiy mazmuni shuki, 6 yoshdan oshgan fuqarolarga ayrim amaliyotlarda qo'shimcha tekshiruv, tasdiqlash yoki cheklovlar kiritilishi mumkinligi aytilmoqda. Lekin men bu yerda juda muhim narsani alohida ta'kidlayman. Taqiq degani hamma pensionerlarga hamma narsa man etildi degani emas. Odatda bunday cheklovlar aniq bir soha bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, kredit olish, katta miqdorda pul o'tkazish, shubhali bank operatsiyasi, begona odamga ishonchnoma berish, telefon orqali tasdiqlangan shartnoma yoki masofaviy xizmatdan foydalanish. Nega bunday o'zgarishlar kiritiladi? Sababi oddiy. Oxirgi yillarda yoshi katta fuqarolar, ayniqsa 60 yoshdan oshgan pensionerlar firibgarlar uchun eng zaif guruhga aylanib qoldi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerga telefon qilishadi. O'zini bank xodimi, prokuratura, soliq, pensiya jamg'armasi yoki xavfsizlik bo'limi deb tanishtirishadi. Kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz to'xtaydi. Nomingizga kredit olinmoqda. Zudlik bilan kodni ayting deyishadi. Odam qo'rqadi. Shoshadi va SMS kodni aytib yuboradi. Natijada kartadagi 2 million, 5 million, hatto 20 million so'm yo'qoladi. Ba'zan pensioner nomiga onlayn kredit ham rasmiylashtiriladi. Shuning uchun davlat organlari va bank tizimi bunday xavflarni kamaytirish uchun ayrim himoya choralarini kuchaytirishi mumkin. Bu himoya chorasi pensionerning huquqini tortib olish uchun emas, balki uni aldov, bosim va shubhali bitimlardan himoya qilish uchun kiritiladi. Lekin amalda har qanday cheklov oddiy odamga noqulaylik ham tug'dirishi mumkin. Shuning uchun men hozir kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak, qaysi vaziyatda hujjat tayyorlash kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda 6 yoshdan oshgan pensionerlar orasida 3 ta asosiy guruh bor. Birinchi guruh pensiyasini odatdagidek kartadan oladigan, bankomatdan yechadigan, do'konda karta bilan to'laydigan va katta operatsiyalar qilmaydigan fuqarolar. Bu toifadagi odamlar odatda xavotir olmasligi kerak. Agar siz har oy 1 million 200 ming so'm, 1 million 800 ming so'm yoki 2 million 500 ming so'm pensiya olib, uni kundalik ehtiyoj uchun ishlatsangiz, oziq-ovqat olsangiz, kommunal to'lov qilsangiz, dorixona xaridini amalga oshirsangiz, bunday odatiy operatsiyalar uchun umumiy taqiq bo'lishi mantiqan ham, huquqan ham to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi guruh katta pul o'tkazmalar qiladigan, kredit olayotgan, uy-joy, avtomobil, yer, meros, hadya yoki ishonchnoma kabi yirik huquqiy harakatlarga kirishayotgan pensionerlar. Mana shu guruh albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, 37 yoshli otaxon nabirasiga taqiq 1 million so'm pul o'tkazmoqchi bo'lsa, bank bu operatsiyani shubhali deb tekshirishi mumkin. Chunki bank savol beradi. Bu pul nimaga o'tkazilyapti? Pensioner buni o'zi xohlab qilyaptimi? Unga bosim o'tkazilmayaptimi? Firibgarlar aralashmaganmi?
Bu savollar ba'zan odamga yoqmasligi mumkin, lekin u pensionerning o'zini himoya qiladi. 3-guruh telefon orqali ko'p qo'ng'iroqlar oladigan, SMS kodini boshqalarga aytishga moyil bo'lgan. Farzandlari yoki qarindoshlari yordamida karta ishlatadigan, internet ilovalarini yaxshi tushunmaydigan pensionerlar. Bu guruh eng ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar aynan sizga 10 oktyabrdan taqiq bo'ladi. Pensiyangiz bloklanadi. Kartangizni yangilash kerak. İdik kartangizni tasdiqlash kerak degan gaplar bilan aldaydi. Men aniq aytaman, hech qaysi bank yoki davlat organi sizdan telefon orqali SMS kod, karta raqamingizning to'liq ma'lumoti, PIN kod yoki ilova parolini so'ramaydi. Agar so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Keling oddiy hayotiy misol olaylik. Olim 2 yoshli ayol har oy 1 milyon 600 ming so'm pensiya oladi. U kartasini faqat mahalladagi do'konda ishlatadi va oyda bir marta bankomatdan 1 million so'm yechadi. Bunday odam uchun hech qanday katta muammo bo'lmasligi kerak. Chunki uning harakati odatiy, miqdor kichik, xavf darajasi past. Ammo shu ayolga telefon qilib, "O'gandekdan oktyabrdan kartangiz yopiladi. Hozir kodni ayting, biz yangilab beramiz" deyishsa, u aldanmasligi kerak. Bu yerda haqiqiy xavf taqiqning o'zida emas, taqiq haqidagi gapdan foydalanayotgan firibgarlarda. Yana bir misol. 50 yoshli pensioner uyini sotmoqchi va pulni o'g'lining hisobiga o'tkazmoqchi. Miqdor 3,5 million so'm. Bu holatda bank ham, notarius ham qo'shimcha savol berishi tabiiy. Pensioner o'z ixtiyori bilan sotyaptimi? Pulni o'g'liga berishga rozi ekanini tushunyaptimi? Bitim shartlarini biladimi? Ertaga boshqa farzandlari otamizni aldashdi deb da'vo qilmaydimi? Bunday tekshiruvlar kimnidir kamsitish emas, kelajakdagi nizoning oldini olishdir. Ayniqsa yoshi katta odamlar mol-mulk bo'yicha qaror qilganda hujjat aniq, tushunarli va qonuniy bo'lishi shart. 3-misol. 64 yoshli ayolga onlayn kredit taklif qilinadi. Siz pensioner bo'lsangiz ham 1 million so'm kredit olasiz, faqat ilovaga kiring, kodni ayting deyishadi. Ayol rozi bo'ladi. Lekin kredit uning qo'liga tushmaydi. Pul boshqa hisobga ketadi. Keyin bank oldida qarzdor bo'lib qoladi. Mana shunday holatlarni kamaytirish uchun 60 yoshdan oshganlarga nisbatan ayrim kredit yoki masofaviy operatsiyalarda qo'shimcha tasdiqlash bo'lishi mumkin. Bu taqiq emas, xavfsizlik filtri bo'lishi mumkin. Lekin odam buni tushunmasa, meni kamsitishdi deb o'ylashi yoki aksincha firibgarga ishonib qo'yishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar siz pensiyangizni qonuniy olayotgan bo'lsangiz, yashash joyingiz, hujjatingiz, pasportingiz yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, SMS kodni hech kimga bermasangiz, odatiy xarid va to'lovlarni qilsangiz xavotirga tushmang. Sizga hech kim 60 yoshdan oshdingiz, endi pensiya olmaysiz deb ayta olmaydi. Pensiya yosh mehnat staji, to'langan badallar, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar bo'yicha tayinlanadi. Yoshning 6dan oshishi pensiyani bekor qiladigan sabab emas. Kim ehtiyot bo'lishi kerak? Agar siz yaqinda katta pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, kredit olmoqchi bo'lsangiz, uy yoki mashina nomini boshqa odamga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, notarius orqali ishonchnoma bermoqchi bo'lsangiz, pensiya kartangizni farzandingiz yoki begona odam ishlatayotgan bo'lsa, albatta hujjatlaringizni tartibga keltiring. Chunki aynan shu joylarda savollar tug'ilishi mumkin. Savol tug'ilishi yomon emas, lekin javob tayyor bo'lishi kerak. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensionerning yoshi katta bo'lgani uning muomala layoqati yo'q degani emas. Oltin, yetim, taqo'ling yoshdagi odam ham qonun oldida to'liq huquqli fuqaro hisoblanadi. U o'z pulini ishlatishi, shartnoma tuzishi, uyini sotishi, hadya qilishi, bankdan foydalanishi mumkin. Faqat sud qarori bilan muomala layoqati cheklangan yoki layoqasiz deb topilgan bo'lsa, boshqa tartib ishlaydi. Demak, oddiy bank xodimi, qo'shni, qarindosh yoki tanishsiz qaribsiz. Bu ishni qila olmaysiz deb qaror qabul qila olmaydi. Ikkinchi nozik jihat, qarindosh yordam berayotgani bilan pul egasi o'z roziligini aniq bildirishi kerak. Masalan, qizi onasining pensiya kartasidan kommunal to'lovlarni to'lab beradi. Agar ona rozi bo'lsa, bu oila ichidagi odatiy yordam bo'lishi mumkin. Lekin karta qizida, SMS qizida, ona esa qancha pul kelayotganini ham bilmasa, bu xavfli holat. Ertaga nizo chiqsa, mening pensiyamni olib yurishgan degan da'vo paydo bo'ladi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Pensionerning kartasi o'zida tursin, PIN
kodni o'zi bilsin, yordam kerak bo'lsa, oldida turib yordam berilsin, lekin to'liq nazorat boshqa odamga o'tib ketmasin. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma berish. Ko'p pensionerlar o'g'lim hamma ishimni qilib beradi deb umumiy ishonchnoma beradi. Umumiy ishonchnoma ba'zan juda keng vakolat beradi. Pul olish, mulk sotish, hujjat imzolash, bankda amaliyot qilish. Agar ishonchnomada aniq chegara bo'lmasa, keyin muammo chiqishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Ishonchnoma berayotganda qaysi ish uchun, qaysi muddatga, qaysi tashkilotda, qaysi miqdorgacha degan savollarni aniq yozdiring. Masalan, faqat pensiya ma'lumotnomasini olish uchunmi yoki bankdan pul yechish uchunmi? Faqat 3 oyga kerakmi yoki 3 yilgami? Buni farqlash juda muhim. 4-nozik jihat telefon qo'ng'iroqlari va SMS kodlar. 15 oktyabr sanasi haqida shov-shuv chiqqan paytda firibgarlar aynan shunday mavzulardan foydalanadi. Ular rasman taqiq bo'ldi. Ro'yxatdan o'tmasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Kartangizni qayta faollashtiramiz. Mobil ilovaga kirishga deb aytishi mumkin. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Telefon orqali kelgan talabga asoslanib hech qachon kod aytmang. Havolaga kirmang, ilova o'rnatmang, ekraningizni ulashmang. Agar shubha bo'lsa, qo'ng'iroqning o'zing va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki eng yaqin filialga boring. 5-nozik jihat bank kartasi bloklanishi har doim jazo emas. Ba'zan bank shubhali operatsiyani ko'rib, kartani vaqtincha bloklaydi. Masalan, pensioner odatda oyiga 2 million so'm ishlatadi, birdaniga kechasi 25 million so'm boshqa hisobga o'tkazmoqchi bo'ladi. Bank tizim buni xavf deb ko'radi. Bu holatda bank sizga taqiq qo'ydik demaydi, balki operatsiyani tasdiqlashni so'raydi. Pensioner filialga borib, pasportini ko'rsatib, bu operatsiyani o'zi qilayotganini tasdiqlasa, masala hal bo'lishi mumkin. Lekin agar bu firibgarlik bo'lsa, aynan shu bloklash pensionerning pulini saqlab qoladi. 6-nozik jihat naqd pul va karta masalasi. Ayrimlar endi 60 yoshdan oshganlar kartadan pul yecha olmaydi deb qo'rqadi. Bunday gaplarga ishonishdan oldin rasmiy manbani tekshirish kerak. Odatda pensioner bankomatdan pul yechishi, kassadan olishi yoki karta orqali to'lashi mumkin. Ammo yirik miqdordagi naqdlashtirishda bank savol berishi mumkin. Masalan, 75 yoshli odam million so'm naqd pul yechmoqchi bo'lsa, bank bu pulning maqsadini so'rashi tabiiy. Chunki naqd pul yo'qolsa, uni qaytarish juda qiyin. Elektron iz bor joyda esa pul harakati ko'rinadi. 7-nozik jihat pensiya tayinlash va pensiya to'lash alohida masalalar. 60 yoshdan oshganlarga biror xizmat bo'yicha qo'shimcha tartib kiritilishi pensiya tayinlash qoidalari o'zgardi degani emas. Masalan, ayollar uchun yosh, erkaklar uchun yosh ish staji imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi qoidalar alohida qonunlar bilan belgilanadi. Bankdagi xavfsizlik tekshiruvi pensiya huquqini bekor qilmaydi. Shuning uchun xabarni eshitganingizda birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Gap pensiyaning o'zi haqidami yoki pensiya puldan foydalanish tartibi haqidami? 8-nozik jihat taqiq so'zi ko'pincha noto'g'ri tarjima yoki noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. Huquqiy hujjatlarda taqiqlanadi, cheklanadi, qo'shimcha tekshiruvdan o'tkaziladi. Faqat shaxsan murojaat qilganda amalga oshiriladi. Masofaviy tartibda ruxsat etilmaydi kabi iboralar bir-biridan farq qiladi. Masalan, masofaviy kredit olish cheklansa, bu bank filialida kredit olish ham taqiqlanadi degani emas. Yoki katta pul o'tkazmasa qo'shimcha tasdiq talab qilsa, bu odatiy to'lovlar ham to'xtaydi degani emas. Shu farqni tushunish juda muhim. Endi men 60 yoshdan oshgan pensionerlar va ularning farzandlari nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qiladimi? Yashash manzilingiz to'g'rimi? Telefon raqamingiz bankda o'zingizning nomingizga ulanganmi? Pensiya kartangiz kimning qo'lida? PIN kodni kim biladi? Agar telefon raqami farzandingiz nomida bo'lsa, lekin bank SMSlari o'sha raqamga kelsa, ehtiyot bo'ling. Eng yaxshi holat bankka ulangan raqam pensionerning o'z nomida va o'z nazoratida bo'lsin. Ikkinchi qadam bank filialiga borib ma'lumotlarni yangilang. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya kartasi, telefon raqami va kerak bo'lsa pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotnomasini oling. Bank xodimidan mening kartam bo'yicha masofaviy operatsiyalar yo'qolganmi? Kunlik limit qancha? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Shubhali operatsiya bo'lsa qanday xabar beriladi deb so'rang.
Bu savollar uyat emas. Bu sizning pulingiz va siz uni himoya qilishingiz kerak. 3-qadam, katta operatsiya oldidan yozma asos tayyorlang. Agar siz farzandingizga 20 million so'm berayotgan bo'lsangiz, bu qarzmi, sovg'ami, uy ta'miri uchunmi, davolanish uchunmi, shuni oldindan aniqlang. Kerak bo'lsa oddiy tilxat tuzing yoki notariusdan maslahat oling. Chunki bugun oila ichida ku deb e'tibor bermagan narsa ertaga meros, qarz, aliment, ajrim yoki boshqa nizo paytida katta muammoga aylanadi. 4-qadam, ishonchnomma berishda shoshilmang. Notariusga borganingizda matnni o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ovoz chiqarib o'qib berishlarini so'rang. Men faqat pensiya masalasida vakolat bermoqchiman. Uyimni sotish yoki kredit olish vakolatini bermayman deb aniq ayting. Agar ishonchnoma faqat bankdan ma'lumotnoma olish uchun kerak bo'lsa, unda shuni yozdiring. Keng vakolatli ishonchnoma bermasdan oldin kamida bir kun o'ylab ko'ring. 5-qadam, telefon firibgarligiga qarshi o'ylayib qo'yda yarating. Masalan, ota-onangizga shunday deng: bankdan, prokuraturadan, pensiya bo'limidan deb qo'ng'iroq qilishsa ham hech qanday kod aytmaysiz. Avval qo'ng'iroqni uzasiz, keyin bizga aytasiz yoki bankka o'zingiz borasiz. Pensionerlar uchun bu juda muhim. Chunki firibgarlar odamni qo'rqitib, tez qaror qildirishga urinadi. Haqiqiy davlat organi esa sizdan SMS kod so'ramaydi va hozir aytmasangiz hammasi kuyadi deb bosim qilmaydi. 6-qadam, pensiya bo'yicha muammo bo'lsa, rasmiy joyga murojaat qiling. Mahalladagi gap, ijtimoiy tarmoqdagi audio, Telegramdagi noma'lum kanal qo'shnining aytgani huquqiy asos bo'la olmaydi. Pensiya masalasida pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy elektron xizmatlarga murojaat qiling. Bank kartasi bo'yicha esa bankning rasmiy filialiga boring. Agar xodim sizga tushunarsiz gap aytsa, yozma javob so'rang. Og'azaki mumkin emas degan javob ko'p hollarda yetarli emas. 7-qadam, agar kartadan pul yechilib ketgan bo'lsa, vaqtni bo'y bermang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklating. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada qachon qo'ng'iroq bo'lgani, qaysi raqamdan qo'ng'iroq qilgani, qancha pul yechilgani, qaysi hisobga ketgani, qanday SMS kelgani hammasini yozing. Telefoningizdagi SMS. Qo'ng'iroq tarixi, bank ilovasidagi operatsiyalarni o'chirib tashlamang. Bu ma'lumotlar tekshiruv uchun kerak bo'ladi. 8-qadam, farzandlar pensionerning pulini men bilaman deb boshqarmaslik kerak. Yordam berish boshqa, nazoratni tortib olish boshqa. Men farzandlarga shuni aytaman. Ota-onangizga tushuntiring, yonida turing. Bankka birga boring, lekin ularning roziligisiz karta, PIN kod, pensiya pulini o'zingizcha ishlatmang. Bu nafaqat axloqiy, balki huquqiy masala ham. Pensionerning puli uning mulki hisoblanadi. 9-qadam, har oy kichik nazorat qiling. Pensiya tushgan sanani, qancha tushganini, qayerga sarflanganini bilib boring. Buning uchun daftar tutish ham mumkin. Masalan, 10 noyabr kuni 1,202,000 so'm tushdi. 500,000 so'm dori, 300,000 so'm kommunal, 700,000 so'm oziq-ovqat. 3,000 so'm naqd deb yozib boring. Bu usul oddiy ko'rinsa ham firibgarlik yoki noto'g'ri yechimlarni tez payqashga yordam beradi. 10-qadam, shubhali xabarni tekshirmasdan tarqatmang. Bu 10-oktyabrdan hamma pensionerlarga taqiq degan xabarni ko'rsangiz, darrov boshqalarga yubormang. Avval rasmiy manbani tekshiring, qaysi tashkilot, qaysi qaror, qaysi raqam, qaysi soha haqida gap ketayotganini aniqlang. Noto'g'ri xabar tarqalsa, pensionerlar vahimaga tushadi, firibgarlar esa bundan foydalanadi. Axborot gigiyenasi ham moliyaviy xavfsizlikning bir qismi. Xulosa qilib aytsam, 18 oktyabrdan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq degan xabarni eshitganda vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Eng muhim gap qaysi amaliyot haqida ketyapti? Oddiy pensiya olishmi? Bank kartasidan foydalanishmi, kreditmi, katta pul o'tkazmasimi, ishonchnomami yoki notarial bitimmi? Har birining tartibi boshqa. Men sizlarga aniq maslahat beraman. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Bankdagi telefon raqamingizni tekshiring. SMS kodni hech kimga bermang. Katta pul va mulk muassasasida shoshilmang. Ishonchnomani diqqat bilan o'qing. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol uzing. Pensionerning eng katta himoyasi bu xabardorlik, hujjatlarning to'g'riligi va qarorni shoshmasdan qabul qilishdir. Sizningcha 60 yoshdan oshgan pensionerlarga qo'shimcha tekshiruvlar kerakmi yoki bu odamlar uchun ortiqcha qiyinchilik tug'diradimi?
fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yoshi katta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirish kimningdir pensiyasi, kartasi yoki uyini saqlab qolishi mumkin.